Bektepadan. Bandixon tuman, Ha, Bandixon tumani Bektepadanman. Choriyeva Zuhraman. Nima kasallik bezovta qildi? Menma nafas olishim qiyin bo'lib qoldi. Oshqozon bezmi, o'tma bilmayman. Uyda ancha jotdim. Xudoga shukr shunga kelib ancha shifo topdim. Xudoga shukr. Shunga Malhamet klinikaga davolanyapsiz. Ha, davolanyapman. Necha kun bo'ldi? Bugun 4 kun bo'ldi. Natija sezdingizmi? Juda men nafas olishim qiyin bo'lib keldi, bolaman. Ya noriga ya beri qil deb edim. Yo'q, Xudoga shukr, Allohga shukr. Doktorlariga rahmat, qizlarimga rahmat, Xudoga shukr. Yaxshi bo'ldim, o'zimdan umidimni uzgan edim. Xudoga shu yerga kelib otday bo'ldim. Rahmat, doktorlarga rahmat jonima. Hamshiralar, sharoitlar hammasi yaxshimi? Yaxshi, hammasi yaxshi. Har tomonlama qulay. Shirin so'z. Ukollardan ham betar shirin so'zligiga men qoyil qoldim. O'zim Bektepada bo'lgan bilan shu yerga kelmaganman, bolam bilmaydi. Shirin so'zligiga rahmat bo'lardi. Sharoitlar ma'qul keldi. Zo'r. Hamma tomonlama zo'r ekan. Qolganlarga bemalol tavsiya bera olasizmi? Beraman, nasib bo'lsa, ha. Hamma tomonga endi aytaveraman. Xudoga shukr. Yo'q, o'zimdan umidimni uzgan edim. Mana shu yerga Xudoga shukr otday bo'ldim. Rahmat. Ha, rahmat doktorlarga rahmat. Qizlar, uning o'g'illariga ham rahmat. Xudoga shukr, hammasiga rahmat.